Assalamualaikum to'g'onlar. Qandaysizlar? Kunlarim isib qoldi. Mazza bo'lib. Joy kelmoqda. Ana bizda mana plan, game plan. Endi Allohning aytganday bo'ladi ekanda. Ammo biroq qilaman. Shu baliq boqishdi, baliq ko'paytirishdi bitta yo'lini qilam dedimdi. Endi finans tomondan bitta qiynalib qoldim. Shunga birorta sponsor bo'lganda baliqqa qiziqqan. Qilib o'rganib yaxshilanib yo'qolgandan keyin shu odam avz qilsa shu odamga o'rgatib avzini qilib biror yil qarashib turgani sponsor kerak edi. Mana aytdim, ko'paytirib olardik. Qirg'izistonda ham balıqchilikni ko'paytirib. Hadi öyle farel boqaversan. Farel oson emas boqish. Boshqa baliq turlaridan ham boqish kerak. Shu yildan boshdan boqmoqchi edim endi. Qani ya Razzaq. Xudo xolasa inshaalloh ishlar yurishib ketsa, birorta sponsor chiqib ketsa, shu O'zbekistonlik bolalar bilan suylashganman. Chavog'ini ham qilib bera turgan bo'lib, matishni baliqlarni ham qilib bera turgan bo'lib turishadi. Endi birozda oqcha yo'qda oqcha. Shunga baliqqa qiziqqanlar bo'lsa, men ko'paytirmoqchiman. Men daha qiziqaman. Uy bilemdi shu bilan boyitaman. Bola chaqamni shu bilan to'ydiraman. To'ylar qilaman. Degandir bo'lsa, sponsorlik qilsa yaxshi bo'ladi. Ha, hozir bitta sponsor kutatamda. Mana ikkidan eniga 5 metr, uzunligi 20 metr qilib basseyn qursam, где-то 1 tonna baliq boqsa bo'ladi ekan. Maytda inkubator qilib bitta choq chiqaramiz endi. Xudo xolasa inshaalloh. Shunday do'stlar. Uyga et bo'ladi. Bola chaqa jesa paydo bo'ladi. Omega 3 degan narsani aptekadan olib baldirga ichiravergandan ko'ra uyga 10 ta 15 ta qilib kichkina ko'lchak qilib qo'ysa, bir yilda 6 oyda 2 kilogacha nima bo'ladi ki, ves oladi ekan. 6 oyda 2 kilogacha ves oladi ekan. Xudo xolasa ana shu ishni yo'lga solish kerak Qirg'izistonda. Men Batkendaman. Batkendan Qadamjoy rayon. Endi sponsorlar bo'lib qolsa, baliqqa qiziqqanlar. Sana yordam berib men daha shu baliq qilaman deganlar bo'lsa, chalg'ila. Telefon nomerda Ergin Medit описаниеga qo'yib qo'yaman. Ostida bo'ladi. Chalsangiz suylashamiz. Xudo xolasa yetishtirin. Sögü yo'q başti. 7 yoshdan 70 yoshgacha jey turgan baliq boqamiz-da. Inshaalloh. Shontib Xudo xolasa inshaalloh ishni yurgizib berish kerak. Mayli, salomat bo'linglar, podpisatsiya qilinglar. Sponsorlar bo'lsa, zvonit qilinglar.